nurg'ulg'an ota-onalar bizlarga telefon qilib, programmaning yo'l qo'yilishining nihoyatda ahamiyatli bo'lganligini, his qilganligini, o'zlarining xushal bo'lganligini, farzandli davlatlik birinchi darajalik aktyor kasb ham turmushda qo'sh muvaffaqiyatga erishib kelayotgan faxrli san'atkorimiz Xayrgul Hasan. Qarshi olamiz Xayrgulda. Programmamizga chiroyli qizlarni sahnamizga taklif qilamiz. Qani qizlar, marhamat. Sizlar programmamizning yarışçıları. Endi sizlarni o'rintinglar uchun kelgan birinchi mehmonimizni taklif qilishdan burun uning bilan ekran orqali tanishib chiqaylik. Marhamat. Yaxshimisilar do'stlar, men ismim Daniyar, bu yil 23 yoshga kirdim. Mening mijoz xarakterim bo'lsa, ochiq quyruq. Mening qilayotgan kasbim operator. Bu programma kelishdagi maqsadim bo'lsa, o'zimga o'xshash bir maqsadga bir qizol tepish. Xo'sh, undaq bo'lsa, alqishlarimiz bilan sahnamizda Daniyarni kutib olamiz. Daniyar. Daniyar shundoq shu harakatlar bilan sahnaga chiqdi. Demak, Daniyar o'zining xarakterini azroq bizga bildirib qo'ydi. Demak, Daniyar bak, ish mijoz emaskanda qaraganda. To'g'ri. Xil sho'xkansizda. Uchiq yo'roqda endi. Masalan, bir ifodalab beqma. Masalan, qanday? Qizlar bilan bir ko'rishyapti-a? Qanday ko'rishsiz? Yaxshimisizlar, qizlar va o'qituvchi qizlar, yaxshimisizlar? Va ekran oldidagi va ko'ruvchilar, naq maydondagi tomoshabinlar hammalarga mush vaqtda xayrli bo'lsin. Va Mayrada yaxshimisiz? Va to'g'ri. Undaq bo'lsa, biz Daniyarga boshqacharoq bir usulni tepib beraylik-a. Daniyar başta chiqiblar, zamonaviy usul shaklda biz bilan boshqacha ko'rishdi, shundaq-ku qizlar. Undaq bo'lsa, endi qizlarga bir qarab eting. Avval ma tarafga. Tafsiliy qarang-a. Elnimishga qaramagandim men deb qolsiz. Endi ma tarafga. Bo'ldimi? Bo'ldi. O'zingiz nisbatan yoqtirgan qizni bir maydon usulga taklif qilib beqing. G'aziman, g'aziman, childa chiqqan g'aziman. G'aziman, g'aziman, childa chiqqan g'aziman. Bevafoliq qilguncha, voy bilxon qoshingiz qara. O'lgunimga roziman, akam o'ynaydi har joyda. Chamg'uluqqa chamg'uluq, chamg'uluqqa mang'uluq. Chamg'uluqqa chamg'uluq, chamg'uluqqa mang'uluq. Yangi tutgan yarimning voy bilxon qoshingiz qara. Har qarasha yang'uluq, akam o'ynaydi har joyda. Daniyarni kasbiy tarbiya olganda his qildinglarmi yoki men shunday his qilib qoldimmi? Usulni xeyli yaxshi o'ynaydi ekan-da. Burun bir kasbiy tarbiya olganmi yoki men to'g'mim shunday usul chiqmadi demoqchiman. Men kasbni o'rganmagan, usul kasbni o'rganmagan, o'zim qarab degandek. Xilji usullarni bildim, men unutib qoldim. Tili chiqish bilan naqsh eta oladi, oyog'i chiqish bilan usul o'ynay oladi deganga azroq tushib qoladi-a. Rahmat Daniyar, shunday dadillik bilan, chiroyli usulingiz bilan hammamizga yaxshi bir kayfiyatlarni ato qildingiz. Endi o'zingiz haqida qisqacha to'xtalib o'taylik. Siz nima kasb bilan shug'ullanasiz? Men o'zim operator. Operator bo'lg'ashqa chiroyli qizlarni birdan shu rasmiy kasbiy holtingiz birdan qarab chiqdingizdan boshqa o'g'illar o'tirib kelib usulni o'ynab tata bo'lg'idi. Lekin Daniyar his qilsanglar hammalarning oldidan bir aylanib chiqdi-ya. O'sha operator kim chiroyli chiqdidak? Operator ikranlig'i bor deb qo'ymiz-ku. Endi boshqa kiyimga qaraymiz. Kiyim ochildi-chu odamda. Kiyimmi? Masalan, bugun qizlar kiyimi ichibdimi? Ha. Qandaqroq to'yga kelib qoldingiz qizlarni ko'rib? Rasmiy. Qizil, ko'k, oq, qolraq, hamma bor. Xil kiyim-kiyimlarning orasiga kirib qolgandek his qildingizmi? Boshqa kirib. Xo'sh, qizlar qo'ydigan talablar qanday?
Qizlarga cho'ng talab qo'ymayman. Cho'ng talab qo'ymayman degan gapdan sal ansirayman Xayriguldan nemish qildi. Mush cho'ng talab qo'ymayman degan odamning talabi cho'ngroqmidi deb ansirayman. Chunki cho'ng talab qo'ymayman degani o'zini biladigan, o'zini boshqara oladigan qizol bo'lsa bo'ldi degan gap chiqadi. To'g'rimi? Yani azroq Azroq chalsa Masalan, yosh chiqsan gap anglaydi. Ha. To'panglaydigan bo'lish kerak ha. Tur desangiz turadigan. Mang desangiz mangadigan. Bekçe patatüs qalasızmı ki onda? Xo'sh, qizlar, sizlar qana qaraysizlar? Yaşınız 24 yosh. Agar yaşımız maske qilgan bo'lsa men o'ylashyaptim. Kechiring. Men chiroqni o'chirayday. Aliya, hozir garchi Doniyor o'zining ifodasini bildirmadi-ku. Demak, sizningki yigit tanlashga nisbatan o'zingizning cho'qim bir ideyasi bor ekan deb o'yladim. Ya'ni cho'qim sizdan cho'ng bo'lish kerak, shundaqmi? Chabdo bo's bo'ladimi? Agar azroq kichik bo'lib qolsa-chi? Qarshi tarafning uydagilar qo'shilgan ahvolasida bo'ldim. Siz bek cho'ng masala qatorida ko'maysiz, shundaqmi Doniyor sizchi? Belki çoğun paraqlanıp ketmişmi? Özüm 24 kirdim emasmi? 26'dan tön boz bo'ldi. Men qarayman, bu mayli ev taraf, ayol tarafdan cho'ng bo'lsin, yosh jihatda yoki ev tarafdan, ayol tarafdan yosh cho'ng bo'lsin. Bu ev ayollik munosabatning davomli yaxshi o'tishida eng muhimi bir-biriga ishonish, bir-birini yaxshi ko'rish, o'zaro kuyinish, hurmat qilish, fikri birdaklik bo'lish. Mushunda bo'lib yaxshi o'ssa, bu yoshning farqi ularning baxtli turmush kechirishiga cho'ng ta'sir ko'rsatmaydi deb qarayman. Rahmat. Doniyorninki fikriga hurmat qilamiz, Doniyorning fikrini saqlab qolamiz lekin chunki mendan 2 yoshlarla araliq o'lcham bo'lsa bo'ldi, uningdan hech gap bo'lmaydi dedi. Biz bu fikriga hurmat qilamiz. Şundaq. Çünki hozirgi davrda bizning ota-onalarimizning davridagi ayollar o'zini bek tashib etmaydi. O'z vaqtida 50 yoshga kiribdi desa, "Oh, qiyr mo'maykan" deydi. Men hozir 50 necha yosh turman. Bayning yaqin shu qizlarning hammasi mening qashim kilsiz shundaq yaxshi turibsiz dedi. Demak, yosh faqat kimligimizdagi bir spir sanaq bo'lib qoldi. Amaliy turmushda bu cho'ng ta'sir ko'rsatadigan omil bo'lmay qoldi. Chunki bu bek cho'ng omil emas deb qarayman. Rahmat. Undaq bo'lsa yosh masalasini mishagichi deyishaylik. Kasbkichi, kasbki shartingiz yoki bo'lmasa cheklamangiz bormi? Kasbga bek cho'ng shartim yo'q endi. Uyda o'tasim bo'ladi. Uyda o'tasim bo'ldi. Masalan, tishida ish qilsam bo'ldi. Uyda o'tasa oylik kirimingiz qanchalik udil so'rab beray. Sizdan chiqib keta olamsiz? Chiqalayman. 5 mingdan 8 minggacha. Xo'sh qizlar, savollaringlar bo'lsa so'rasanglar bo'ldi, ha? Aynur. Daniyor yaxshimisiz? Yaxshimisiz. O'zingiz shunda qamlashgan, shay olib olgansiz. Lekin shunda ochiq yo'q, yoqtirgandim sizni lekinchi chiqlavoy bek ochiq yo'q qolgan o'bada. Menchi ochiq yo'q falan yaxshi ko'raman. Lekin sizning talpinga yetishmay qoldi ekanman. Ya'ni yosh masalasimi? Yosh masalasida siz shu 26dan tuan bo'ldi deb shundaq deganligingiz uchun kechiring, men bu chiroqni o'chirardim. Qo'shqani davomlashtiraylik qizlar. Ha, Arzu. Mening mijozim bir xil ayklab turish qamroqchi. Masalan, yurib qolsaq, ma'lum sabablardan necha kun bir, necha haftada bir ma'lum kichik ishlardan men qaydab qolib, anandikin ishimiz ya so'qishab qilib, bir kun qarashmaydigan ishlar bo'lib qolsa, siz bosh yigib kelishga olamsiz. Jur'atingiz bormi da? Masalan, shu qanchalik cho'nglik ishdiki deymiz. Odat kichik ishlarmi? Bak cho'ng ishlar bo'lib ketmaydi ham turmushda. Odat qizlarcha o'shiq-to'shiq ishlarga ranjigalaymiz. Ikki ranjib qolsam masalan, vaqtga qoldingiz yoki. Xo'sh, keling. Hozir Doniyor Beijing vaqti 12 larda uyga qaytib keldi, kechga. Ha, siz ishni ochdingiz deylik. Tok. Uf. Ne qaldingiz? Do'stlarla o'tirib keldim. Men tomoq sovib ketdi, sizni saqlab necha soat o'tirdim. Telefon qilib qo'ydim-ku, tomoq ochgan kechada. Qash do'stim deydi ekansiz. Tomoq og'ash kelgan do'stga. Yemayli, mani yemayli, siznikini yeyli bo'ldi. Xapaman abi. Uyqungiz Ya bu siznikini yeyman. Yemaysiz bo'ldi. İstedin abi. Tomoq istedin? O'zingizda. Yeysizlikini, ha? Yemayman. Nima ish qilmaysiz? Nima ish qilmayman? Yap qo'ying abi.
issiq vaqtida atga O'zim istibray bo'ldi. O'zim qayta etibray. Kunotga ashnab qilamsiz. Ya. Shunday yaxshi bo'ldi ya. Amaliyot buningki shunday Men qilamiz. amroqmishda Yo'q. budish Bu qilib dialog qo'ygan. turmushda ko'p uchraydi, lekin qizlar bu yoq amaliyotda yana xafalaysiz, yana kechirim so'rayman. Ha, kesh qolma degan gapchi bu. Bu amaliyot turmushda shunday kichik ishlarmikin deb o'ylayman. Chunki mana Xayriguldan o'ltiribdi. Patigildan o'ltiribdi, Alimalim o'ltiribdi. Amaliyotda kesh qilish degandek ishlar bizning bak ranjishimizga arzib ketmaydigan ishlarmikin deyman Xayriguldan. Masalan, endi bizning uyda endi bundaq ahvollar bak jiq yuz bergan oila deb qarayman. Chunki mening yo'ldoshimni og'inlarni bak yaxshi ko'rdigan, o'z ashna o'yin tomoshani yaxshi ko'rdigan, xizmatni yaxshi qilgan bilan ashna qiladi. Yangi to'y qilgan vaqtlarimizda bizning ashna o'zaro tushunish hosil qilgan vaqtda bundaq ahvollar jiq yuz berdi. Sizlar balkim boya to'y qilganni ko'rsatdi. Asli sizlarga muhabbat vaqtidagi holtinglarni ko'rishgan bo'lsanglar, tushunishga fursat texnik yaxshi bo'ladi. Chunki bir turmushni cho'qim uy kirgan vaqtda aningdagi his qila olasizlar. Turg'un bilan mening yosh farqim 5 yosh keldi yo'ldoshim bilan. Şu ben erkilegendimi, erkileymen. Erkilegen bile apam şu vakti degen. Muşunda fırışlardan tolu yamanlı valdım da. Ben hapoplam yamanlı valsam, apam kop herkes yamanlıman balam. Her kişi degen hapomang degen vakti şu vakti açıkımızdan yeni. Bu degen hayattaydı. Bundak işten kırmını ötüdü. Bu küçük işki yamanlap, neçkin yamanlısın. Bu öyge uprap gitsiz. Hapomang degen vakti buldu. Bunu degen onda kımang cümü. Dep koyun tügüsün bu iş. Bunu bugün günü ertegi herkes apamang deydi. Şunmuş otlağan çıraylı kızlarının mı özenler en yaxşı halatda. Xapoğa vaxtımızda bizim çırayımızın türüldüğü deyme. Gözlerimiz bolup ben xapıldığamsam çıkı gözümden degenin. Boran çıktı. Şundaq sürüba buluduğu. Şunun için ben her vakit, her muhitta bir illik çıray buluşunu yaxşı görme. Her qanday xapoğa işlemi çıraylı halatı bir taraf qilishni ügünü varsanlar, bu sizlerinin Türkünlarga texmi güzellik ata qılıdı. Hazır qaltıqlarga texmi oңuşluqlarını sizlerge yar qılıdı. Şunu erkilgen mu qızval üçün yarşırgan bir zinnet. Rahmat. Demisimi Xayriguldan degandek biz ayollar amaliyotda uyning optipi. Agar biz tutilib qolsak, butun uy aptab o'shgan uyga o'xshab qoladi. Agar biz davomli ichilib tursak, uyning ichi bek yo'riydi. Shunga bu nuqtalarda qizlar balkim ba'zida o'valchilik his qilib kelishinglar mumkin, bu turmush qurgandan keyin, lekin bu o'tib ketadi. Bayatin deganda kichik ishlarga jon o'pirtish hojatsiz. Xo'sh, biz bir tarafdan o'yinlarni o'ynagach, endi amaliy turmush gaplariga kelaylik ya. Daniyar, sizningki masalan, to'y turmush ishirgan shaxs siz bilan yana bir qizning ishi emas, ikki oilaning ishi. Cho'nglar bo'ladi, urug' tuqqanlar bo'ladi. Agar birov bilan to'ylashish oldi kelsangiz, siz cho'nglarning hissiyatiga ko'proq ko'ngil bilamsiz, o'zingizning hissiyatiga ko'proq ko'ngil bilamsiz. Apamı qarışıq bildirəməydi ama. Bak işençiniz bakanda. İşençim bu apamı. Apam çoxum qollaydı, çoğlar qollaydı deməkçimi? Xoş, ondaq bolsa, çıraqlar siz üçün yeni qalatı turibdi. Rayla. Bir so'rab baksam, endi yeşi attan kichikkachu, yeşi kichik, lekin men qarasam, yana bir yerlardan shunday bir pishib yetilgan xarakter borkachu. Ashta his qildim men ba'zi qiliqlardan. So'rab baksam, siz bayatın iqtisodingizni ayrim dedingiz-ku? Mustaqil. Ha, to'li dedingizmi? Davli degan. Yashayotgani qanchalik vaqt bo'ldi? Kirim qilayotgan qanchalik bo'ldi demakchi. O'qish bitirib boshlaganmidingiz yoki bir mezgil vaqt ketdimi? Bitirib boshlab ketgan. Demak, o'qishni 22 yoshda bitirdik deylik. 2 yildan buyon siz o'zingizning kirimni o'zingiz yaratib kelyapsiz. Cho'nglarga to'la shafqat qila olamsiz. Ha. Masalan, jiqroq berib qolsa, uydagilarga yerimda sal jab berib, men o'zimning turmush xarajatlarini tuvanchu hamda xajlaydigan. Masalan, o'zim hisoblabni qo'ymayman ba'zan chalada. Masalan, uxlashdan oldin dediki hisobotni o'ylab qo'ymayman. Amonat qo'ya oldingizmi? O'zim saqlayolmayman endi. Cho'nglarga berib qo'yaman. Cho'nglar saqlab berganda. Bu yaxshi ahvollar. Qani qizlar, savollaringizni bo'stonlashtirsanglar bo'ldi. Mayra? Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Sizni bir narsa so'rab boqayotgandim. Abiyanning yanqisi siz qizlarga bo'lgan talabingizni dedingiz. O'zingizning bundan keyingi hayotingiz bo'lgan bir talablaringiz bormi? Shunday bilib boqaman. Buni texi aniq o'ylash bo'lamidi? Yovlashsam bo'ladi. Siz bundan burun o'ylashib boqmaganmi? Bundan burun o'ylashgan, lekin o'zgarib turdi-chu, mening
o'ylagalarım. Masalan, onun yana qo'shib, boshqa o'ylagalarım üstü yana qo'shib. Piramidadaki. Yo'q, qilib bir muqim nishoni bo'ldi odamning masalan meningmi o'zimga tushlik nishonim bo'ldi. Chuqur har qanday odamning manchilik vaqtda manchilik bir nishonga yetman, mundaq deydigan ishqa. Masalan 24 yoshga 30 yoshgacha nima ish qilasiz demakchi. Obiyam siz dedingiz-ku, ilqi mening hozirgi kirimim 5000 dan 8000 ga dedingiz. Bundan keyingi nishoningiz yanash 5008 idimi yoki degandek tushundiramay qoldim bu ya. Bu pul hozircha o'zimga yetgan bilan keyin turmush qurib, nima qilib qolsam yetmaydi. Inoq. Inoq yetmaydi. Hamda uning oldini olish uchun hamda texnik tirishib, o'zimning bir igilikchiligim bor. O'zim qaysi sohadagi kasbni tutmoqchi? O'sha o'zimning qilayotgan kasbim. Undaq bo'lsa, bu tarafdan bir necha chiroqlar o'chib ketdi-ku deyman men bilishimcha. Navnomu uchritay. Mayliq nishoni bor odamlarni o'zim yaxshi ko'rmanchi, o'zimning nishoni bor. Buldika nishoningiz. Davom ettirsangiz rahmat. Mayraning bu savoli bilan men Ali Ma'lumdan bir savol so'rashni to'g'ri topdim. Erlar cho'qim mas'uliyatchan bo'lish deymiz. Bu mas'uliyatchanlik pul tepish bilanla cheklanib qolsa, bu nayt tar doiradagi mas'uliyatchanlik bo'ldi. Mas'uliyatchanlikninki o'z ishiga olgan ma'nolari naytim kengri bo'ladi-ku. Hamda hozir qulog'imizga yoqmasin bir gaplarni ko'proq anglaymiz. Ya'ni ayollarning sirt qarab kelish masalasi. Ayollar erlarga o'xshash undaq qilib aldirabla taloq qiladigan avval mavjud bo'lmaydi. Har qanday bir taloq qilgan ayolning alohida bir sababi cho'qim bo'ladi. Ham biz buni biyologiya nuqtasini nima deymiz desa, insonlarning to'y psixikasini biz shu qizil tumshuqliq shaxsanlik qush deydigan bir qush bor, shunga o'xshatamiz. Buningda erkak shaxsanlik qush o'z uvusi atrofida menib undaq uchib yuriydi. O'zining uvusiga yemekliklarni ta'minlaydi. Agar buning uvusiga boshqa bir yot erkak shaxsanlik qush yaqinlashsa, bu erkak shaxsanlik qush uni uvusiga yaqinlashtirishdan saqlash uchun eydiydi. Ya'ni jo'risiga yaqinlashtirmaydi. Biroq o'zi desa, o'zi amalba boshqa vaqt chiqsalar, boshqa uvlarda cho'klab yuriydi. Kishi shaxsanlik qush desa, u hargiz erkak shaxsanlik qushga o'xshash boshqa uvlarga bormaydi. U faqat o'zining uvusida yo'ldoshi yoki jo'risi ekipaga yemekliklarni balasiga ta'minlaydi, ammo ishqilaq balasida boshqa erkak shaxsanlik qushni qabul qiladi. Birinchisi, o'zining jo'risi uzun muddat uning yemeklik ekib bermasa. Bu vaqtda boshqa shaxsanlik qush uning yemeklik ekib bersa, demak uni qabul qiladi. Yana birisi, o'zining jo'risi uzun muddat uga kelmasa, uning yaqinlashmasa. Bu vaqtda hamda doim bir shaxsanlik boshqa bir shaxsanlik qush paydo bo'la qolsa, uning qoniti o'zining jo'risinikidan paqroq bo'lsa, kuchli bo'lsa demakchi. Andan keyin buni qabul qilish avval bo'ldi. Shunga ayollarning taloq qarab qilishida biz eng tuvan hisoblasaqmi 50% shu erlarning bevosita sabab bo'lgan gap. Men Daniyardan bir savol so'ray. Daniyar, siz hozir 24 yoshga kiribsiz. Hozirgi vaqtda hamda bek to'y qilishga aldirab ketidi yoki bir qiz degan maqsad yo'q. Lekin yoki sizning bir to'y qilishga aldiraydigan bir planingiz, maqsadingiz bormi? Necha yoshlarda to'y qilsam deysiz? O'zimning o'ylig'ini 27 yoshda to'y qilsam. 3 yil bo'lgan. 3 yil bo'lgan. Men programma yaxshi nima qilgandan keyin men bir qatnashib boqay, o'zimga loyiq chiqdik. Bir juptim topa olamanmi deb qatnashib. Başta bir maqsadim bor. Buni to'g'ri qilsiz, chunki mushundoq qilish orqali sizning yoshingizdek kichikkan nurg'un qizlar buning ichida sizdan cho'ngimi bor, sizdan kichikimi bor, har xil xarakterdagi qizlar borda o'zining juptini ko'rish uchun mushundoq fursatlarni o'zingizga yaratgan tunji qadamingizlar sizning maqsad mudoringizning borlig'ini bildirdi. Planingiz bor ekan. Bu shaklni ko'ribsiz, balkim bugun chiqib qolishi mumkin. Muşu qizlardan çırğın üçürüb etmegen qizlar bolsa, sizning tanlash obyektingiz bo'lib qolishi mumkin. Lekin sizning yeshingizga mening o'tlagan qizlar ko'parak shundaq üçürüb etdi-ku deyman bayning yoqi. Lekin siz o'zingizni shunchalik hammasi shunday xushxo'y, tirishchanlik bor ekan. Faqat nishoningiz kelganda o'zingiz texi to'xtalmabsizda, kunda o'zgarib turayotgan bir holat bor ekan. Bu hamda normal ahvol. Xuddi vaqtingizni topa olsangiz bizmi xo'sh bo'lamiz. Bu singlim mening diqqatimni tortdi. Bugun programmamizga yangi keldingiz-ku deyman singlim. Ismingiz? Amina. Amina, kasbingiz? Laylikchi.
Layligüchi, shundaqmi? Siz bayatınızda hech qanday fikr qatnashtirmagan ahvol ostida chiroqni o'chirib yetibsiz. Sababingizni bilib baxsam o'tdiki. To'g'ri. Men o'zimda bir xil bexatarlik tuyg'usi, kamchil boshqalarga bir yelinib ashtaroq. Demak, sizga Daniyar bexatarlik tuyg'usi beramadi, shundaqmi? Bu masalaga qanday qaraysiz, Daniyar? To'g'ri tushundingizmi? To'g'ri tushundim. Qarmoqli bek o'yinchidek. Bir usul bilan o'yinchi qatoriga chiqarayotgan bo'lsam, men kechirim so'rayman, lekin biz Aminaning fikriga hurmat qilamiz. Bu Aminaning shaxsiy ko'z qarashi. Shundaqmi? To'g'ri. Xo'sh. Go'zal. Men bu başta Daniyarni o'ylashgan. Chiqqanni o'ylashibsiz-da? Chiqqanda o'ylashgan, lekin 27 yoshda to'y qilmadiganda 3 yil saqlasam, sal uzun vaqt ketgan ekan. Asoratga qo'yinib qolmay endi. Unda xo'sh, chiroqni davomli saqlab qolamsiz, o'chirib yetamsiz? O'chirib yetay. Hozir chiroqni saqlab qolgan faqat birla Rayla qoldi-ya. Rayla bayatning garchi yosh masalasini o'tirib qo'ysimi, yana dadillik bilan chiroqni saqlab qolgandan men bek so'yindim. Xo'sh, qani Rayla bilan Daniyar chiqinglar. Sahnamizga kelamizlar. Endi bayatın degandek Daniyarning ma'nosi ham taraflardan yoqdi-chu, ko'nglimdek. Lekin endi bayatın 2 yosh masalasini deganda men Daniyardan 2 yosh cho'ng. Endi bo'lgan bu. Arliqda bo'ladi deganda. 2 yosh mayli deganda. Demak, hozir Alimalim Rayla o'ziga toz ishlamayapamdi yoki Daniyarga ishlamayapamdi? Hem bir kız bilen bir oğul o'tirisidagi yaxshi kurash, 3 xil yaxshi kurash bo'ldi. Birinchisi badan inkosi orqali yaxshi kurash. Siz qarshi tarafni nimish yaxshi ko'rganingizni bilmaysiz, biroq badningizda qarshi tarafga bo'lgan bir xil inkos paydo bo'ldi. Ikkinchisi shu desa, ikkinchisi qarshi taraf sizga bexatarlik tuyg'usi ato qildi. Bu xil tuyg'u bilan yaxshi ko'ra qoldigan avval bor. Uchinchisi shusi tasavvur orqali yaxshi ko'ra qoldi. Xo'nshan qilib, tasavvur qilib. Ammo buning ichida eng ishonchisi, uchinchisi tasavvur qilish orqali yaxshi ko'ra qilish. Chunki bu yerda qarshi taraf u yaxshi ko'radigan odam bo'lmasdan, balki u kallisidagi tasavvur qilgan osh odamni qarshi taraf deb qaraydi xolos. Natijada bular muhabbatlashgandan keyin yoki o'y tutgandan keyin barbara qarshi tarafning hargizmi uning tasavvurdagi yaxshi ko'radigan odam emas ekanligini bayqagan vaqtda ikki tarafda bir xil ümidsizlik paydo bo'ldi. Buning ichida eng qaysi kuchli bo'ldi desa, bexatarlik tuyg'usi bagellik tufayli yaxshi ko'rib to'y qilganlar uzunga bordi. Gerçi bularning turmushi pek qizg'in, qaynam hissiyotliq bo'lmagan taqdirdimi, bularning turmushini saqlab qolish va oxirigacha chiqishga yetarli sabab bo'ladi. Ham badan orqali yaxshi ko'rib qilish bu bir xil qaynoq hissiyot bo'lib, bu ko'pincha muhabbatlashgan vaqtda paydo bo'ladi, ammo to'y qilib bo'lgandan keyin bu xil tuyg'ular boshqa bir xil muhabbatga aylanib ketadi-da, u xil ahvol bo'lmagan gap. Xo'sh, undaq bo'lsa, biz yanala Rayla qiz mehmonimiz bo'lganligi uchun bu qitimqi tanlashni Raylaga beraylik. Agar chiroqni yana saqlab qolish xiyolingiz bo'lsa, marhamat, o'chiritish xiyolingiz bo'lsa, bu qitimqi tanlashni Raylaga beraylik. Agar chiroqni yana saqlab qolish xiyolingiz bo'lsa, marhamat, o'chiritish xiyolingiz bo'lsa, o'chirvatdim, lekin endi shunday bir yaxshi do'stlarnim bo'lib boshlab o'tib qolgan bor. Daniyar, rahmat sizga. Bugun dadillik bilan sahnaga chiqib bizga yaxshi kayfiyatlarni ato qildingiz. O'zingizning ko'z qarashini dadillik bilan o'tirib qo'ya oldingiz. Lekin mening adillik yo'li bilan sizga samimiy taklifim, bundan keyingi hayot nishoningiz texim yuksak bo'lsin, eng muhimi manzil bak uzoq. Menish jarayonida nurg'un do'qonlarga uchraysiz. Meningcha o'zingiz haqida, kasbiy taraqqiyotingiz haqida yanada ko'proq o'ylanib yiqishingizni tavsiya qilaman. Rahmat Daniyar. Bir lig'iz gap, yana kelishni xohlamsiz? Xohlayman. Bo'ldi, program guruhi sizni qarshi oldi. Rahmat Daniyar, javoblarimiz bilan ustayli qizlar. Ben sahnaga chiqib, alayligimni joriy qilib oldim deb qarayman, lekin
O'ylamagan yerdan hamma qizlar chiroqni o'chirib qopti. Balkim bilgan ta'lim kamigan bo'lishi mumkin, lekin men yana qaytib keldim. Qadrli ko'rman do'stlar, garchi Daniyar quruq qo'l sahnadan ayrilgan bo'lsa-mu, lekin siz, men, ko'pchilik shuni his qilgan bo'lishimiz mumkin. Daniyar ifodalash iqtidori jihatda ko'p qiynaldi. Balkim Daniyarlar emas, bir qism o'g'illarimiz o'zining ko'ngilini ifodalash jihatida ko'p qiynalayotgan bo'lishi mumkin. Programmamizning samimiy tavsiyasi, siz eng oldi bilan o'zingizni tushuning. Siz o'zingizni tushungan vaqtda elchi programmasiga kelib o'zingizni yaxshi namoyon qila olasiz. Agar yaxshi namoyon qila olmayman deb ikkilansangizmi, yanala programmamizga qatnashib beqing. Chunki maslahatchi ustozlarimiz naq maydonda sizni eng to'g'ri usulda yetaklab keta oladi. Chiroyli qizlarimiz bilan paranglashib fursatini qo'ldan bermang. Bishimga omad qo'nmadi, yishimmi bardi bir yerga, bishimga omad qo'nmadi. To'yining gepi barsam naga, o'ylanmasam bo'lmadi. To'yining gepi barsam naga, o'ylanmasam bo'lmadi. O'ylanaman qashi qaraga, o'ylanaman ko'zi qaraga, yarashmadi bo'ytaqliq mendek o'g'il balaga. O'ylanaman qashi qaraga, o'ylanaman ko'zi qaraga, yarashmadi bo'ytaqliq mendek o'g'il balaga, mendek o'g'il balaga. Gapchilarning og'zini etib, uydagi kalamni setib, yo'l qo'ymasa, qechib o'ylanmasam bo'lmadi. Gapchilarning og'zini etib, uydagi kalamni setib, yo'l qo'ymasa, qechib o'ylanmasam bo'lmadi. O'ylanaman qashi qaraga, o'ylanaman ko'zi qaraga, yarashmadi bo'ytaqliq mendek o'g'il balaga. O'ylanaman qashi qaraga, o'ylanaman ko'zi qaraga, yarashmadi bo'ytaqliq mendek o'g'il balaga. Yaxshi dilga elcha qo'yib kuygan qizga, to'y to'xtitib mushu yilga o'ylanmasam bo'lmadi. To'y to'xtitib mushu yilga o'ylanmasam bo'lmadi. O'ylanaman qashi qaraga, o'ylanaman ko'zi qaraga, yarashmadi bo'ytaqliq mendek o'g'il balaga. O'ylanaman qashi qaraga, o'ylanaman ko'zi qaraga, yarashmadi bo'ytaqliq mendek o'g'il balaga. Yarashmadi bo'ytaqliq mendek o'g'il balaga, mendek o'g'il balaga. Qadrli ko'rman do'stlar, programmamizning tajdorligini Şinjan Sabiylar kasbiy taraqqiyot cheklik shirkati o'z ustiga olgan. Programmamizni Tilsim oltinchiligi alohida talab qilgan. Programmamizni Kamera madaniyat tarqatish cheklik shirkati o'z qo'li bilan ro'yobga chiqargan.
Xo'sh, biz bugungi ikkinchi mehmonimizni sahnaga taklif qilishdan burun ekran orqali uning bilan tanishib chiqaylik. Xo'sh, biz bugungi ikkinchi mehmonimizni sahnaga taklif qilishdan burun ekran orqali uning bilan tanishib chiqaylik. Yaxshimisa ko'pchilik, men O'zmamad, bu yil 26 yosh. Boy egizikim 1.95, ig'irliqim 74 kilo. Mening bu programma qatnashishga maqsadim o'zimga yaxshiroq bir loyiha izlash uchun keldim. Qani go'zal qizlarimiz alqishlarimiz bilan ikkinchi mehmon Ro'za Mamatning sahnasida kutib olamiz. Güzel kızlar, yaxshimisiz ustozlar. Bugun ovoz patronlar keldi bu programma. Güzel qizlar deb boshladi mana. Ish 10 keldi degan gapda. Bo'yingizligingiz 1.95. 5 santi g'ayrat qilayotgan bo'lsa, O'smayapman faqat 3 yilni yaqtirishib. Hadi yana o'skingiz bormi? Ozroq o'sib olsam deb Nishoningiz o'ylayman. qancha? Shu 2 metrlarga chiqib olsam deb o'ylayman. Siz basketbolchimi? Burun basketbol o'ynaydim, hozir o sahadan chekinib chiqib, shu tijoratchilarga, masalan, to'rsodigalarga shular mulozmat qilish asosli kasb. Kasbingizni yaxshi ko'ramsiz? Ha, yaxshi ko'raman. Meni yaxshi yo'lga boshlagan kasbni yaxshi ko'rmay. To'g'ri. Bugungi programmamiz qatnashishlik maqsadingiz nima? Programmaning ismidan mo chiqib turibdi, elchi deb. Menga bir elchi bo'lib bersa, mush programma. Bo'ladi, jinimiz bilan elchi bo'lib beramiz, ha. Avval qizlarga bir qarab o'ting. Qizlarni chiqiblar nazar solib ko'rib chiqqanda hammasi bir-biridan go'zal, chiroyli. Men hammasi maskilg'anli qizlar ekan bu. Ana marjon ko'ylak kiysam bulamdi degandek. Marjon ko'ylak to'qiydi-jimi bu qizlar? Agar hammasi ko'z tashlasangiz, nayt obdan marjon ko'ylaklar bor, siqishtirib odam qiynab qo'ydigan. Şamış elçiler bir sizlar amal qilib. Bo'ldi, biz fursatni sizga kengri berdik. Qani kimdan qanday savollar so'rag'ingiz balki? Ro'za Mamatasiz? Ha. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Bu yil necha yosh kirdim dedingiz? 26 yosh. 26 yosh. Bo'yingizligingiz 1.95 ma. Yana 2 bitirib olamsiz. O'say davatma, o'samayapman. O yishingizga bek cho'ngab qoldim bo'y. Yoshlar bo'yiga, masalan, kelgusida jupingizda hamda bo'yiga talab bormi? Egiz bo'lsin deb siz meniki egiz bo'lgan kimsaniki deb o'ylayman ikkimizga. Pakavsi bo'laveradi demakchi. Bo'laveradi demakchi. Pakavsida yetlab ma'noga yaxshi. Berib qolsa yutib olaman. Rozmamat qiziq chiqqan texi. Ha, rahmat. Ha, xo'sh qizlar, aktivlik bilan davomlashtiringlar. Sizdan bunday bir savol so'rag'im kelyapti. Har qanday bir odamningki baxtga bo'lgan intilishi o'xshash bo'lmaydi, shundaymi? Ha. Baxtni biz tutolmaymiz. yoki bo'lmasa ko'rolmaymiz, faqat ma'lum bir nuqtaga kelgan chog'da biz his qilish orqali o'zimizni baxtli ekanmiz deb bilalaymiz, shunaqmi? Undaqda siz o'zingizni baxtli deb his qilib boqqan bir kunlaringiz bormi? Hozir turmushingizda. Burundan bu masalani bek cho'nqir o'ylab oldim-ku, baxt degan gapni. Amaliyotda buni eng qisqa doiradan qilib aytsak, shu baxt degan, deganda hammamiz ko'zimizni ochsak, baxtli inson men ekanman bugungi. Ashtal tushunsak, bo'ldi deb o'ylayman baxtni-ku. Undan ortiq menimcha. Demak, sog' salomat bo'lsak, dunyoga umidvor qarasak baxt degan shu demakchi-ku, ha? Qanoatlanarlik javob bo'ldimi, qanoatlanmadingizmi ya? Yana bir davomini so'ray. Xo'sh. Endi nurg'un o'g'illar qizlarni tanlagan chog'da va'da berib, men seni cho'qim baxtli qilma deydi. Undaqda siz uni baxtli qilma deb yo bir uy dach apaginingiz bilan u o'zini baxtli qilolmasligi mumkin. Siz qaysi xil usul orqali uni cho'qim baxtli his qildira olasiz? Baxt degan baymo deb muqim bir o'lchimi yo'q. Cho'ba baxt degan cho'qim men baxtli deb his qilishim kerak. Baxt qilma deganimiz, masalan qizlarga men shaxsan bir qizga men seni baxt qilma desa, men uning qilib beradiganim eng muhimi muhabbat. Bir yoshlar o'tirishda bo'libmi, men o'zimni misolga qo'ysam, eng muhimi muhabbat. Muhabbat ushlab ketmasa, yoshlar o'tirishda boshqa ishlar tadrijiy yaxshi bo'lib ketadi. Shuning bilan baxtli oila qurul bo'ldi deb o'ylayman. Oraliqdagi muhabbat ushlab ketmasa, shu baxt degan shu deb o'ylayman. Demak, baxtli bo'lishning asosi yanala muhabbatli turmushda demakchi, shundaqmi? Xo'sh, Xayrgulda. Ba'zida turmushda iqtisodning qiyinchiligidan to'qinishlar kelib qolishi mumkin. Yoki mijozning egizmasligidan to'qinishlar kelib qolishi mumkin. Bu shunday vaqtda eng afvuchan, mehribon holatlari bilan o'zaro bir-birini keng qo'shiqlar bilan qabul qilgan vaqtda eng baxtli turmush tangponlikni saqlab turamdi deyman. Rahmat. Muhabbat bu vaqtda shunday.
Rahmat. Xo'sh, qizlar, jalliq savollaringlarni. Ha. Aynur, Ro'zmamat, yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Sizdan bir savol so'rab boqay. Siz kelgusida to'y qilgandan keyin sizning ayolingiz bilan opangizning munosabati toza yaxshi bo'lmay qoldi. Ayolingizning ba'zan bir mijoz xuluqlarini opangiz toza yaxshi ko'rmay to'ydan keyin. Shu sababdan sizning ayolingiz opangizdan ko'ngli og'riq bo'libdi. Ashtaq ahvolga yo'liqqan chog'da siz bu masalani qanday betaraf qilasiz? Mening opam dadam xotin turdi, men Urumchi turmay, so'ng unda ixtilof kelib chiqmaydi deb qarayman. Hadi kap qasdi. Endi masalan, kap qasa demakchi. opamlarni Urumchiga ib keldim deb o'ylasam, ayolim bo'lgan odamga atay xotin ib kelgan kim bir yaxshi qaraydi-da ularga. Ko'ngil ranjishi bo'lmasligi mumkin deysiz-ku. Aldirab ko'ngilni ranjitmaydi. Ranjishlar opammo yaxshi ayol. Aldirab ranjib qolmaydi kelinga amroqchi. deb o'ylayman, lekin ashtaq bir ishlar bo'lib qolsa ham da raslamimiz bek gangrab qilishimiz mumkin. Ham uning sababini bir surishtiray desam, sen nemishqa bunday qilib har ikkilisini surishtirib bo'lmaydi-da buni. Ashtaq bo'lib qolgandikin. Ham shu yanilam sukut turishni tanlayman-chu. Endi ko'nlar deydigan gap bor. Qaynona bilan kelin bir-birini ko'rganda shundoq bir sat hayvon bir-biriga ko'rindi ekan ko'zida. Bularning o'tirsini shundoq bir hayvon o'tib ketgan degan bir maqol tamsillar bo'lgan-ku burunqilarda. Shuningga har qanday yaxshi kelinmi, yaxshi qaynonami bir kelgan vaqtda cho'qqin bir bilan ixtilof bo'ladi. O'g'il bo'lgan odam har ikki tarafga xuddi tamsipaydigan handugini qo'lda tutgandek handugini tutib turib, ikki tarafning kam yerini, ortiq yerini bir-biriga sugab bersangiz, bu ikkisi yaqinlashir ekan. Bu handugingiz yo'q bo'lib qolsa, heliq vulba u tushuk texim yo'g'inab, bag'ansiri eg'ir jarohatlarni keltirib chiqar ekan. Shuning o'g'il bola qaynona bilan kelinning o'tirsida, kelinning yomon bo'lsa o'g'lingdan ko'r degan gap bor. Mushu jihatda ekran oldidagi o'g'illar bo'lsin, har qanday o'g'il bola yaxshi ko'rsatish uchun o'zi yaxshi rol o'ynash kerak ekan. Demisam o'tirliqda naytdi adillik bilan faqat ikkili taraf yan besib ketmasdan agar gunoh kimdiroq bo'lsa, yana qarshi tarafning ko'nglini tutib olib bo'lam deganday bu keyingi ishlarga buni hozircha muloyiza qilmaylik. Siz qanoatlanarli javob erishdingiz deb o'ylayman. Xayrgildam Arqiliq. Xo'sh qizlar, davomlashtirsanlar bo'ldi. So'rab baqsa. Yana bir savolingiz bormi? Qani? Ro'zmama siz avval chiqqan chog'da qizlarningki bo'y cheklimisiga qanday bo'ldi dedingiz. Yosh cheklimisiga shundaqda. Endi shu yosh cheklimisiga kelgan vaqtda shu men demak ko'p cho'ng bo'lib ketmasa deb o'ylayman. Endi men o'zim bir ishlar boshlamchilik qilib amroqchi odatda. Endi uy tutib qolsam bosh pulmanda. Demak, yeshimning ayolimdan cho'ng bo'lishi menga nisbatan ishonch olib keldi demakchi, shundaqmi? Agar ayolingiz cho'ng bo'lib qolsa, hadida ko'rinib hurmatsizlik qo'l qilam deb gap qilamayman demakchimi? Taraf bir hissiyotlar. Qanotlaringizmi? Rahmat. Xo'sh, ishqilinglarning ko'z qarashiga hurmat qilamiz. Bo'ldi. Xo'sh, go'zal. Men o'ylayman, har qanday qadamning kamchiligi bo'ldi. Siz o'zingizning 5 kamchiligini deb bera olamsiz. 5. Ya bir yoshga emas 5. Ma'qul. Masalan, to'ydan keyingi emas, to'ydan burungi muhabbatlash jarayonidagi muhabbatingizga bo'lgan o'zingizda kim bo'lgan 5 kamchilik? Siz o'zaro muhabbatlashayotgan jarayonda qiz do'stingizga aytib bergan 5 kamchilikmi yoki o'zingizda bor bo'lgan 5 kamchilikni hozirni o'zi bizga aytib bering demakchimi? O'zida bor bo'lgan 5 kamchilik. Mening kamchilikim yo'q ekan juma. Bas o'zimni bek yaxshi bo'ldi deb o'ylayman men kichikimdan. Sizning vaqt ko'z qarashingiz yaxshimi? Mana qiz do'stingiz 5 kelsa 5 kep bo'la olamsiz. Kapolat bermayman, lekin vaqt ko'z qarashim yaxshi deb o'ylayman. Kapolat beramayman deganingiz nimasi? Kapolat beramayman deganim cho'qim qilmaydigan ishimizni qilish. Masalan deylik, qiz do'stingiz bilan siz 5 qatim ko'rishgan vaqtingizda necha qatim kechikib qolsiz? 5 qatimniki bir 2 qatimlar kechikib qolman. 2 qatimlarda. Bu mu kamchilik hisoblandi? Bir qatim bo'lsa bo'ldi, 2 qatimmi? Bek yaxshi deb ketgilmaydi degan gapda vaqt ko'z qarashini. Vaqt ko'z qarashim tuvan. Chiniqamsiz? Endi bir yaxshiroq o'ylashib baqsam bo'g'idek, adam o'gitib qo'ydi. Tomoq tanlamsiz? Yo'q, tomoq olmayman. Undan bu ortiqchilikka? Siz uyquchimi?
Uyqum yaxshi emasda, ha kamchilikim borki, uyqum yaxshi emasmi? Xo'rak tortamsiz, bu kamchilik. Xo'rak tortamsiz. Yo'q, xo'rakni qat'iy tortamayman. Do'rayman desam, do'rayamayman xo'rak tortganni. Aslida xo'rak tortib boqmaganmi? Yo'q. Bo'ldi. Qizlar davomlashtiramizlar yoki siz qizlardan savol so'rashni mayra. Xanım qizlar o'zining xizmati bor. Endi yaxshi maktablarda o'qib, xizmat qilgan bo'ldi-ku. To'ydan keyin ma'lum sabablardan xizmatni tashlab, oilasi uchun, bolalar uchun uyda oila ayoli bo'ldi. Masalan, alg'i to'y qilib tashlamaydi xizmatni uchun. Bir mazgildan keyin masalan bola bo'ladi-ku. Bola bo'lganda ota-onasi yo'q sababli bo'lamdi, yo bo'lmasa yiroqda bo'lish sababi bilan xizmat tashlashga majbur bo'ladi. Balani yaxshi tarbiyalash uchun, oilaga yaxshi ayol bo'lish uchun. Shu vaqtlarda bir mazgil o'tganlardan keyin ayolingiz sizga besim olib kelamdi, olib kelmamdi o'sha vaqtda. Ham xizmat bo'lsa, uni qo'llayman, u o'ta yaxshi-ku. Ham xizmat bo'lmay qolib qolsa, shu attiga ish qilmaganimda, mana yo'ldashim mana bir piyol choy, deb shuni tuta olsa, kech bo'lganda ishdan charchab kelsam, shu bir qiz o'qishib tamom etmas bo'ldi emasmi? Samoq itamay qolsa. Shu tamoq itamay qolsa, uygunida men it qilmayman-da, aldirash bo'lsam. Yugutamsiz ya? Ben aç. Ben ügetsem buldu. Kompüterni yaxshi yugutaman demoqchi, lekin tomoqni o'zi to'rlardan, cho'nglardan ancha muncha uguni bo'lsa deb o'ylaydi-da. Ayol kishi uy tutib ma'lum mazgilga yetganda o'zining qadr qimmatini his qilmaganda yoki bo'lmasa bu uyda qadr qimmatim yo'qmi nima, yo'qotdimmi nima deb o'ylaganda cho'qim o'ziga bo'lgan ishonchini yo'qotib. Mushaqda siz bir to'xtalib boqamsiz. Demak, bu yerda bir narsani bilishimiz kerakki, biz hammamiz qimmatli narsalarni saqlaymiz. Qimmati yo'q narsalarni bir bo'lsa aslimiz uchun, bir bo'lsa ko'zimiz qiymay saqlaymiz, ammo hargiz qimmat bo'lganlik uchun saqlamaymiz. Bizning uyimizda nurg'ulgan qimmati yo'q, ammo saqlab qo'ydigan narsalar bor. Ayollarningmi ko'pinchisi erlar uchun zodi qanchalik qimmatlik bu masala bek muhim masala hisoblanadigan gap. Bunda açıp aytgan vaqtda bir ayolning yendi tug'anda o'zini qanday his qiladi. Bu bek muhim. Biz ma'lum odam bilan tug'gan vaqtidagi o'zimizdagi hissiyot va o'zimizdagi kimlik tuyg'usiga asosan qarshi taraf bilan bo'lgan munosabatni saqlash va saqlamaslikni belgilaymiz. Agar biz birovning yendi tug'gan vaqtimizda o'zimizni bearam qilsak, his qilsak, yoki o'zimizni nayte tuven his qilsak, yoki bo'lmasa g'alit his qilsak, biz bu xil bearamchilikdan qutulish uchun bu xil bearamchilikni paydo qilayotgan odamni jiroqlaymiz. Agar biz qarshi taraf bilan bilib turganda o'zligimizdan bir xil ozoda, xushal, baxt tuyg'usiga cho'msak, bizda shundoq bir xil kimlik tuyg'usi bo'lsa, biz qarshi tarafdan hargizmi orlik ketmaymiz. Bir ayol bu nuqtaga alohida diqqat qilish kerak. Amaliyotda bir ayol balaga, oilaga emas, albatta bularga vaqt ajratadi, ammo eng muhim vaqtni kimga ajratish kerak deganda o'ziga ajratish kerak. Bir ayolning o'ziga eng jiq mablag' va eng jiq vaqtni ajratishning o'zi ham oilaga vaqt va mablag' ajratgan bilan o'xshash. Chunki bir bola onaning nima deginiga emas, uning qandoq yashag'iniga, uning psixikasining qandoq bo'lishiga asosan tarbiyalanib chiqadi. Shuning bir ayolning xushalliqi amaliyotda bir oila uchun intayin muhim hisoblanadi. Bir ayolning ichki xushalligining o'zila bola uchun eng cho'ng tarbiya, er uchun eng cho'ng baxt hisoblanadi. Biroq ko'pincha ayollar o'zidagi bu xil ichki qimmatdan kelib chiqadigan ichki xushalliqni shakllantirmagan asosda o'zi bearam noiti turaqsiz va xushalsiz holda boshqalarni xushal qilaman deb tirishish bu bir ahmoqonalik hisoblanadigan gap. Shunga ayollar cho'qim nima desa, bu yerda eri uchun emas, balasi uchun emas, eng muhim nima esa o'zining ichki xushallik uchun o'zining ichki qimmatini cho'qim tepish kerak. Buning uchun mablag' selish kerak, buning uchun vaqt ajratish kerak, buning uchun zihnini quritish kerak. Ana shu vaqtda uning heliqi erishmoqchi bo'lgan narsalarning hammasi o'zligidan uningga tava bo'ladigan gap. Mening rostga qilsam hamda o'zimning ota-onasi yo'q-ku, kichigimdan. Hamda men bu masalaga çok uchrab boqqan. Meni rostga qilsam shu bir bola ota-onasi yo'q deb to'yga az qolganda o'g'il taraf rasqa kiyinishib ketdi-ku to'y. Şu agar sizga moysunda masalan meni tanlash to'g'ri kelib qolsa, masalan ota-onamning yo'qligini siz va uydagilaringiz qabul qila olammi? Ba'zilarimizning ota-onasi
baldo ketib qoldi. Ba'zilarimiz biz ota-onamizdan baldo ketib qolmaymiz. Bu yoki bir yushurug'idek, unda bir ayib og'idek, unda ish emas. Navada men bilan oxirgacha ma'nolayman desangiz, yana paranglashib qolsak bo'ldi. Men uni hech qanday ig'ir olmagan yoki. Demak, bu masala emas, shundaqmi? Rahmat. Asligingiz uchun bo'lsin, agar men talab qilsangiz cho'qim yaxshi ayol bo'laman. Saqlab qolgansizlar. Rahmat. Menimcha endi navbatni Ro'zmamatga ba'zan qanaqa deysizlar qizlar? Ro'zmamat sizlardan so'rab baqsin, ha? Sizdan so'rab baqsam, siz qaysi tomoqni mek yaxshi ko'rasiz? Men bir xil arlardek tomoq yeymanchi. Masalan, men laqman, polo, alkimda qiymiliq tomoqlarni yaxshi ko'raman. Ochiq narsa yeyman. Poloni yaxshi ko'ramsiz? Poloni ham yaxshi ko'raman, o'zimni bak o'qishib keta olaman. Demak, poloni o'shtim shundayman. Men poloni ochiq yemayman. Ben poloni yoqlamaydim, polonidek yemayman. Shuning sizni bek jiq etib salommi deb o'ylab qoldim. Qarab atmayman-da, sizni qo'qda etaman ya. Bo'ldi. Ha, tamamlashtiraylik. Paizaz, sizdanchi biz maskilamdoq. Bo'yjatim bo'lsa, ras maskilkanmiz. Xotirjam 10 sant oyoqni kiydikman. Lekin yosh farqimiz bor ekan. Shunga chiroqni o'chirib oldim. Kechiring, to'g'ri tushunishingizni qilaman. Lekin 5 chiroyli qizlarni siz qo'yib qo'ydim, tanlash fursati bor sizda. Bo'ldi, rahmat. Bu yoqqa keldik-a? Ro'zmamat tushuningizni ko'mgan bo'g'aydingiz, 8 soat jamoaning o'ttirdik kelib mushlardan bir savol so'rab qolamanmi degandek. 7 parizat deydigan bir hikoya ilyapti. Yolg'iz bugun shahzoda kirib qoldigan. 8 parizatga o'zgartaylik. Bu aqatliq shahzod egiz bir kelishgan yigitda hikoyaning ishi. Ha. Jenshin qilamsiz. Qildim burun. Ha, qayta o'lchamlik holatda. O'xshadimi? Ilk bir haykal bor-ku, bunda qilgan. Ha, yana bir. Qarang. Sen o'rg'ay. 3 yillik muskuljiman men. Men o'zim pakamo demayman hamdi. Lekin sen naq jo'ngaroq ma yinimda bir shaplaq tekkaz 3 kun yotqidek uxlaga bilan. Ha, demak, bo'yi bo'ladi ekan. Lekin chiniqishni tashlayotganligi uchun badan sifati sal tushib ketibdi demakchi-ya. Istab ko'rinib ketdim men. Urushib qolsak shu tamatdan bo'lib shu. Güzel. Xeyli bor ekan. Qani, bu taraf ikkinchi qiz, oq kiyimdagi chiroyli Amina. Savol sorsangiz bo'ladi. Bayamniyaki qarab chiqdi, misali qizlarning hammasi menga chiroq yondirib degandek savollarni so'rab, xeyli yaxshi tushunishlarni hosil qildik. Siz nima ish hozircha mendan biror savolni so'rab boqmaysiz? Qiziqmadingizmi? Ya unamiz. Men kelishga emasmikan? Men shu fursat kutyapman. Fursat keldi hozir. O'zim nisbatan bexatarlik tuyg'usi sal kamchil. Men boshqalar, masalan, mendan X-rak bo'lsa, yilinib yashashga egizroq bo'lsa, bexatarlik tuyg'um kuchaydi demakchi-ya. Bekroq tushunib boqay deb. Boshqalar savol so'rdi, boshqa qizlarning savol so'rdi, bekroq tushunib boqay. Qiziq qashqa. Qanaraqga? Bo'ldi-ki, nayt yoqtirib. Chiroqni oxiriga saqlab qolamsiz. Ayolingiz kuchliroq ayol bo'lib qolsa, bu kuchliroq deganimda kuch jihatda emasmi? Kasb jihatda. Sizdan nisbatan kuchliroq oilada, masalan, ko'proq pul topa olsa demakchi. Siz qanday qaraysiz? Qabul qila olamsiz demakchi. Qabul qila olayman, albatta. Bu pul tepish deganmi, cho'qim bir erlar bu uyni beqib ketadi. Cho'qim erlar pul topadi, ayollar uyda bal boqadi. Bunda degan ish yo'q-ku hozir. Bu mesela ayolim savdogar bo'lib, u ko'p pul topsa, u tig' yaxshi emasmi? Men tig'imni uni qo'llab, masalan, men qo'lamdan kelishchi loyihalarni qilib. Lekin mana bir sabab bor. Oilada o'tirib pul topqili bo'lmaydi-ku, Ro'zmamat. Pul tepish uchun bu sovg'atlash kerak. Ayol kishi kuchli bo'lish uchun ayol kishining muvaffaqiyat qozonmoq oson emas. Unurg'un qurbonliklarni beradi. Eng oldi bilan uning oilada turish vaqti qisqaraydi. O'zini yaxshi ko'rgan er bilan birga bo'lish vaqti qisqaraydi. Siz shuni qabul qila olamsiz demakchi. Qabul qila olayman, masalan, savdo ishi didoqamda jabolar. Lekin abay gapingizdan ziddiyatlik kelib qolganini his qildingizmi? Abay siz tu degan yerda tusa, mening gapimni anglaydigini bo'lsa degan. Kuchli ayollar balkim har vaqt sizning gapingizni anglab bo'lmasligi mumkin. Bu savdo jihatdagi kuchlik bilan tu degan yer turishdagi kuchlik ikkisi ikki masalachi. Nima degan? Ochiq yo'riqa Xayrigulda qabul qila oldi hozir his qildingizmi? Pul topsa mayli, to'g'ri tushunaman deyaladi. Chunki Ro'zmamatning hozirgi tushunishida ayoli pul topsa-mu, mush oila uchun
bir qimmat yaratadi. Men uning keyinda har qanday ishida men masalan mulozimat tor o'zining qo'lidan kelgan jihatda birlashtirib birga qilsak bo'ladi degan ma'no chiqdi. Shundaqmi deyman? Ha, undaq bo'lgandan keyin bek cho'ng ziddiyatni bo'lib ketmaydi deb qarayman. Chunki har ikkisi pul talab qilib qimmat yarata olsa, oilasida bolasi bo'lgan taqdirdami, uni yana iqtisod orqali o'ngshab ketgan bo'lgan qiyinchilik paydo bo'ldi. Artıq to'qilish bo'lmaydi. Rahmat Xayrgulda. Fatigulda, sizning oldingizga kelgan ajrashish delo misollarida ayolning haddidan ziyod kuchli bo'lib ketish sababidan, er kishi o'ziga besim qilganlik sababidan kelib chiqqan oila majralari, ajrashish delolari bormi? Bunda ahvollarmi bor, lekin nihoyat az uchraydi. Men bir necha yil oldida bir delo ishlagan. Buningda ayol taraf bir yilda bir taxminan 2 milliondan ortiq pul topa oladi. Lekin yo'ldoshi shu 2 bolasi bor bularning. 2 bolani maktabga olib, yasliga olib, ayolini shu u yoqqa olib, bu yoqqa olib mashina bilan o'rnisal almashganda oilada. Ashunday bo'lgandan keyin erga nisbatan bir xil o'ziga besim qilib olibdi. Shuning bilan keyin bular ayol taraf tijorat qilaman deb sirtlarga chiqdi, ishlarga bordi, masalan, tijorat ishlari bilan. Shu jarayonlarda bularning o'tirsida shu birisi er taraf o'zini tuvan chaqlaydigan, tuvan chaqlab, ayolining qo'li qarab yashayotganda his qilib qolib, bu bir sabab. Ikkinchi bir sabab bular o'tirsida shu mehr muhabbatdimi, sutish bo'ldi endi. Shuning bilan oxiri bu sud mahkamasiga ajrashishni talab qilib arz qilgan ekan. Shu vaqtida men ayolning avval vakolatchisi bo'lib sudga chiqqan. Mushu deloda hamda mushu avval ayolninki ajrashib ketishidagi asosli sabab shu o'zini tuvan ko'rib, o'ziga bo'lgan ishonchdan qopdi. Şu mushtaq delolarmi yuz bergan hamda. Lekin bizni xo'shal qilgani Fatigulda, siz nihoyat oz uchraydi degan gapingiz bizni haqiqatan xo'shal qildi. Ras oz uchraydi. Hamda men mu advokatlik qilib, shu ajrish majra delodan ishlayot qilib 15 yildan oshdi. Bu shu delo hamda nima nihoyat tipik delo bo'lg'achqa ismni bak qopdi. Rahmat. Bu oz sonda uchraydi. Andan keyin men shu hozir Ro'zi Mamat ukamga bir do'stdan taklif bersam. Siz bayamning yanqisi 2 qatim buni nima mayrasanlarmi bir ta'kidlab o'tdi. Siz 2 qatim ayolimni men boshqarishim kerak. Degan turdiga turishi kerak, men desam menish kerak degan ishni fikrni o'tirib qo'ydingiz. Endi bu qonun nuqtasini aytganda er bilan ayolning o'rni o'xshash bo'ladi. Endi siz kelgusida bir isil fazilatlik yaxshi bir qiz bilan to'y qilib qolsangiz, meningcha siz o'zingizniki shu ayolingizga kuyunishingiz bilan, o'zingizniki shu tirishchanligingiz bilan, o'zingizning aktiv energiyalik har xil alohidaliklaringiz bilan ayolingizni qoyil qilishingizni, shu orqali hurmatini qo'zg'ab turib, qoyil qilib, anadan keyin uningga sizga moyil bo'lishdan iborat ma'liyatni keltirishingizni to'liq umid qilaman. Rahmat. Rahmat. Nayt ko'ngilli paranglashayotimiz his qildingizmi Ro'zi Mamat? Mayli qizlar bo'lsin, mayli ustozlar bo'lsin, bugun hammamiz nayt qizg'in holatda, hatto sizmi programmamizga nayt yaxshi moslashib, qizlar bilan aktiv holatda fikr almashtirdingiz. Sizga bir xush xabarni desam, programmamiz boshlanib uzun bo'lmagan bo'lsa-mu, lekin bugun oxirigacha chiroq saqlab qolgan yigit dalsiz. Ko'proq qizlar siz uchun chiroq saqlab qoldi. Rahmat. Endi tanlash huquqi sizda. Mush chiroyli qizlar ichidan o'zingiz xohlagan, siz bilan fikr o'rtoqligi bor deb his qilgan qizdan birani o'tirg'a taklif qilsangiz bo'ladi. Biz sizlarning baxtli holatda qo'l tutishib chiqayotganinglarga guvoh bo'lamiz va yoki yurak so'zlaringlarni anglaymiz. Endi tanlash huquqi sizda. Mush chiroyli qizlar ichidan o'zingiz xohlagan, siz bilan fikr o'rtoqligi bor deb his qilgan qizdan birani o'tirg'a taklif qilsangiz bo'ladi. Biz sizlarning baxtli holatda qo'l tutishib chiqayotganinglarga guvoh bo'lamiz va yoki yurak so'zlaringlarni anglaymiz. Hamma odam o'z xilini o'z jupti aman bir kun uchraydi deydi. Bugun qarab baqsam Amina bilanmi bu qiz boshqalarning bunda qo'ldishiga, boshqalar ko'proq yordam qilsa, shuni baholar ekan. Men mo odatda bayma adillarım tushuntirib o'tdi. Bir ish boshlamchilik qilish, ashta bir psixikam bo'lganki,
Amina kelsak, şu Amina bilan o'xshashlik tarafim, ikkita o'xshashlik tarafim bor ekan. Men yetakchilik qilish qamroq ekan, men agish qamroq ekan. Bu maskildada bu. Men yetaklab mansam. Demak, bu yerga taklif qilgan qiz Amina. Amina. Xo'sh, Amina. Aminaning ko'zlaridagi yoshlarni xushallik ishi deb tushunsam bo'lamdi yoki qanday tushunaman? Men bu sahnaga chiqib, biz ham buncha yoqtiradigan birazini uchirtaman deb rostla o'ylamagan. Ha. Siz Ro'zmamatga qarab yiqing-a? Qarayamadi-da, xijil bo'p. Ro'zmamatmi sizni haqiqatan bak yoqtiribdi? Siz Ro'zmamatning qaysi taraflarini eng yoqtirdingiz? Eng yoqtirganim men bexatarlik tuyg'usi beralaydi. Yana o'zimi kasbini yaxshi ko'rgan. Ham bo'yjatdimi? Kelgusidagi jo'risiga bo'yjatdimi? Bir talab yo'q ekan. 1.95 m bo'y bugunda qizlarga bek yora deyapman, ha? Hamma qizlarmish bo'y bilan qoldi Ro'zmamatning. Ha, yana tomoq tanlamaydigan, turmush odati yaxshi ekan. Keyin uni aytmaysiz, yaxshi ko'rsa odamga hech nima ko'rinmaydi, ha? Balkim shunday. Muhabbatning ko'zi ko'r degan gap balkim o'sha yerda eng o'zining to'g'ri ifodasini topsa kerak. Xo'sh, ikkinglarning o'zaro yurak so'zinglar bormi? Eng oddiysi siz shu bosh qurishni, yetaklashni yaxshi ko'rmadingiz. Menmi boshqalarning yetaklashiga bek ching boshqarilish emas, hamda yetaklab to'g'ri yo'l ko'rsatib degandek birlikda. Mustaq vaqtlarda navada keyin to'yib qolgandan keyin men yoki og'riq qoldim. Bir vaqt tomoq atmabsiz bo'yatdim dedingiz-ku. Kechlari kelsam tomoq bo'lsa, o'zimni shu baxtli his qilma deb. Shuna vaqtda men tomoq etamay qoldim. O'zingiz kelib tomoq etib berish. Og'rib kelib tomoq etamsam, siz menga etib bera olamisiz demoqchi. Men tomoq etishni bilmayman rostga qilsam. Ham shu siz og'riq qolgan vaqtlar o'g'inaman de. Men ko'p asrab bersam og'rib qolmaysizmi? Xo'sh, undaq bo'lsa, biz programmamizning eng oxirgi bosqichiga kirdik. Biz faqat ikkilanga 5 sekund vaqt beramiz. Agar ular o'zaro qo'l tutishib programmamizning ayrilishini xohlasa, biz ular uchun tayyorlagan mukofotlarimizni naq maydonda ularga taqdim qilamiz. Agar undaq qilishni tanlamay, Amina naq maydonda qolib qolsa, Ro'zmamat naq maydondan o'zi yolg'iz ayrildi. 5 4 3 2 Voy, 1 Mübarek bo'lsin. Ishqinglarga programmamizni alayı talab qilgan tilsim oltinlari sovuqqagan to'yliq oltin uzuk bilan Atirgulning nusxasi tushirilgan medalyonni sovuq qilamiz. Rahmat. Ro'zmamat, bu sovg'atni qanday taqsim qilasiz? Bu huquqni sizga beraylik. Undaq bo'lsa, ishqinglarga yana bir sovg'atlardan xabar beray. Agar Navoda Ro'zmamat o'zining va'dasini amalga oshirib, Aminani ayolim deb to'y bo'sog'isiga boshlab kiralasa, undaqda programma guruhimiz ularga haqsiz sayohat o'rinlashtirib berdi. Undan boshqa o'zinatlisanglar 30% haqni programmamiz ko'tardi. To'y baqinglarni saqlaymiz.